Prava imtihondan tushadigan yana bir yangi savol. Ushbu transport vositasi qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat etiladi deganda ikkita trayektoriyani qilib qo'ygan, chapga va qayrilib olishga. Endi biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan birinchi narsa transport vositasi qaysi tasmada turibdi. Ya'ni bu transport vositasi o'ng tasmada turibdi, chap tasma bo'sh va o'ng tasmada turibdi. Ushbu holatda tepada axborot ishora belgisi turibdi, harakatlanish o'ng tasmadan to'g'riga va chapga. Bu holatda faqat chapga ruxsat etiladi, qayrilib olishga taqiqlanadi. Shuning uchun bu transport vositasi faqat chapga, ya'ni birinchi yo'nalishga ruxsat etiladi, qayrilib olishga taqiqlanadi. Agar qayrilmoqchi bo'lganda chap tasmadan kelishga to'g'ri kelib qoladi. Bu testimizda oldingi varianti xuddi shunday ediki, ko'k avtomobilni mana bu yerga qo'yib, ya'ni chap tasmaga qo'yib, bu belgini ham qo'yib, o'rtaga mintaqani qo'yib qo'ygan edi. Endi ajratuvchi mintaqa belgini kesib olgan hisobiga bu transport chapga va qayrilib olishga ruxsat etilardi. Endi mashinani bu tasmaga olib o'tyapti-da, ikkita trayektoriyani qilib qo'yapti. Ya'ni biz chalg'ib ikkalasi ham, ya'ni birinchi yo'nalishga ham, ikkinchi yo'nalishga ham harakat ruxsat etilgan degan savol javobini bosib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun shoshilmang, atrofga e'tiborliroq bo'ling. Prava imtihoniga borganingizda iloji bor chalg'imaslikka harakat qiling va bu videoni pravaga imtihonga bormoqchi bo'lgan tanishingizga yuboring. Bitta savolga yordamimiz tegsa biz xursand bo'lamiz. Hammaga omad.